vaflilarni retsepti sizlar uchun. Ishxonamdan vaflinsamni surib olib kelganimdan keyin iliq tovuq tuxumchalaridan 3 tasini qo'shib olamiz. Voy, yuragimdan o'zib ko'rsatyapman retseptni opisaniyada. 1 stakan shakarimizni solib olib, voy bu bankani o'ldim ocholmay. Voy, ochdim. Kachok opamiz yarim stakan yog'ni quyib olib, ketidan yarim stakan shunaqa yog', 3% sutimizni shorillatib olib, 1 pachka razrixliti, vaflilarimiz qisir-qisir bo'lishi uchun kraxmal, 2 ta miskani ko'tarib olib, yarimi bunga qilib olib, yarim stakandan suv qo'shib yuboramiz. Kachok qo'llarim bilan aralashtirib olib, bittasiga rang qo'shamiz. Unchalarimizni ayamasdan solib olib, 2 ta miskamizdagi xamirchani yaxshilab aralashtirib olamiz. Juda quyuq yoki juda suyuq bo'lib ketmasin. O'ynab olib, vaflinchamizni qizishga vaqt beramiz. Bir chumich qilib quyib olib, 4 minutga yopib olamiz. Nostalgiya, vaflilarim tarqatganim esimga tushib ketdi. Voy, qirsildoq vaflilarimizni qizarib chiqqanini qaranglar. 100% javob bitta manda shunaqa vaflilar. Qo'llarim yonib ketmaguncha yashillarini ham pishirib olamiz. Bu vaflilarning nomi Shrekskiy vaflilar. Над названием еще нужно поработать. Uyda bolachalar bo'lsa, bularni paqqos tushirib tashlashadi. Eng kulminatsionniy moment bularni bezatish. Bittasini kokos morojniy, ikkinchisini asal mango qilib bezatdim. Ana sizlarga Pinterest qizdan Pinterest vaflilar. Menga obuna bo'lib qo'yish, esinglardan chiqmasin, o'ylab pishirdim-ku bularni. Nima deb o'ylaysizlar? Shuncha vaflini yana obunachilarimga tarqataymi? Kommentariyada javobinglarni kutaman.